Nega Imom Buxoriylar chiqmayapti? Nimaga Imom Motrudiylar? Nimaga Farobiylar? Nimaga ulug' insonlar chiqmayapti? Bolalarimizda, o'quvchilarimizda ruhiy holatni, tarbiyaviy holatni yomonligini. Tarbiyaviy holat muhim masala. Ularga har xil bugun sharoitlar, ya'ni og'zidan chiqqan har bir masalani muhayyo qilyapmiz. Natija farzandlarimiz xudbin bo'lyapti. Aniq maqsad bo'lmagandan keyin holat, natijaga erishishlik qiyin bo'ladi. Qabrda yotgan odamlarni ham qiladigan ishlari ko'p edi. Ularni ham orzu havaslari chala edi. Ular ham qaysidir joyga shoshayotgan edilar. Biz ham shoshayapmiz. Biz ham nimanidir paydamiz, nimadir qilishligimiz, ulgurib qolishligimiz kerak. Ta'kid o'laroq aytamiz. Dunyoni narsasini xohlaganini bir misol olib ayting, u eskiradi. U zamondan qoladi. U keraksiz bo'lib qoladi. Lekin har doim kerakli narsa bor. Har doim zamondan qolmaydigan narsa bor. U nima? U ilm. U odob, u tarbiya. Shuning uchun ota-onalar mayli ozgina vaqtlarini himmat qilib, shunga ajratib, jasorat ko'rsatib, maktab uchburchagiga qo'shilib olsalar, maktab bilan o'qituvchilar bilan muloqotga kirishsalar, albatta uzoq muddatga natija beradigan bo'ladi.